Kechasi soat 2:30. Opa qarag'ay hali ham ishlayapti. Mehnat qilib yotdimmi? Ikkita bolam kelajagi deb. Bitta farzandni uy-joy bilan ta'minlasa, 25 yil umrini saqlab qolgan bo'lar ekan ota-ona. Chunki hozirgi zamonga kelib hisob kitobini olsanglar, Toshkentdan baribir men orzu havas bir poytaxtda yashayman, shaharda yashayman deganda, shaharda uy olmoqchi bo'lsanglar, oyiga orttiribchi. Endi oylikka ishlaydigan odamchi, masalan, ro'zg'ordan orttirib 200-300 dollardan yig'sa ham oyiga o'ldim desa bir 15 yil umri o'tib ketadi bitta uy olguncha. O'shanga harakatdaman. Farzandlarimni Xudo xolisa kelajakda bir 15 yil umrini tejab qoling. O'sha umrini mazza qilib oilasi bilan baxtli, mehnatgacha o'zini urmasdan, o'ziga vaqt ajratib, dunyolar ko'rib, chet ellarni ko'rib yashash uchun harakatdaman.